Finlandiyada mavsumiy viza bilan ishlab 15 ming euro uyga jo'natish qanchalik real? Avvalo, Finlandiyada mavsumiy ish novi, bu vaqtinchalik mehnat. Viza muddati esa 3 oydan 6 oygacha, ba'zida 9 oy bo'lishi ham mumkin. Ishlar esa asosan o'rmon xo'jaligi, issiqxona, yig'im-terimdan iborat. Soat pay to'lovi esa 9 eurodan 13 eurogacha diapazonda. Endi muhim tarafına keladigan bo'lsak, bu ishda wow degan pul yo'q. Nechun? Chunki sizdan hech nechta kvalifikatsion hujjat talab etilmaydi, dil talab etilmaydi, diplom talab etilmaydi. Shuning uchun bu yuqori maoshli segment emas. Yana bir muhim fakt, mavsumiy ish viza topshirishda ish beruvchi minimal daromad talabini ko'rsatib o'tishi kerak. Hozirgi davlat tomonidan berilgan minimal daromad talabi esa 1463 euro oyina. Demak, nima bo'ladi? Ish beruvchi shu minimum va maksimum yaqin oylik taklif etadi. Sababi chetdan ishchi kuch kelishi asosiy maqsadi arzon ishchi kuchi. Endi eng xavfli taraf shu yerdaki, ba'zi konsalting kompaniyalar o'zining xizmatini sotish uchun real bo'lmagan ma'lumotlar beradilar. Muammo aslida pulda emas, muammo ajidaniyada. Sizga boshida 15 ming euro ishlab topasiz deydilar, siz esa uni kallangizda 20 ming euro atasiz. Üstüne esa kelishlarda 15 ming euroni nera sarflashni planlashtirib kelasiz. Kimdir to'y etish uchun, kimdir kredit yopish uchun, kimdir mash olish uchun. O'zimning qaraganda oyina 1200-1500 chisti kelsa, bu yomon narsa emas. Keyin nima bo'ladi? Raqam to'g'ri kelmaydi, stress boshlanadi, ish haqqidan norozilik boshlanadi. Ham eng yomon ssenariy esa odam nelegal statusga o'tishi. Bu gaplarni sizlar ko'rib uchun gaplab turganim yo'q. Men sizlarni real tarafini ko'rishingiz uchun aytib turibman. Mavsumiy ish boy strategiyasi emas. Bu boshlang'ich kapital yig'nash bosqichi. Keyingi qismda real qancha pul topishingiz mumkinligini hisob-kitob etamiz. Ham keyingi videoni o'tkazib emaslik uchun obuna bo'lish, ham like bosish esingizdan chiqmasin.